Assalamu alaykum azizlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilari azizlar, bugun Urganch City'da, ya'ni aeroportning yonida qurib turgan Xorazmiy City'damiz. Shu yerda subsidiyaga uy qidirib yurgan vatandoshlarimiz bo'lsa, 4 tane kvartiramiz bor. Zudlik bilan ganglar, dokumentlari tayyor bo'ldi. Go'spromkada o'tdi, hujjatlari chiqdi. Ya'ni kadastrdan, reyestrdan ko'chirma ham olindi. Subsidiyaga sotib olishlaringiz mumkin. 4 tane xonadan bir xonalardan bir xonali 40 metr kvadratda joylashgan. Gelasizlar ofislarni manzili shu yerda G'oyib ota masjidining yonida, ya'ni chekka tarafga kiradi. Aeroportdan chiqib kelsangizlar, sразу svetoforda o'ngaylanadi. Endi bilmasangizlar, ekranda telefon nomeri yozib qoldiramiz, telefonlashib ofis manzillarini tushuntiradilar. Kelib ustida batafsil ma'lumot olaverasizlar. Keling. Uyimiz zo'r yerlari bor, oldinda bir de zelený zonalar, detskiy plashadkalar bo'ladi, parkovchi mestalari onda, imunda bo'ladi. Ki arkasında mektep var. Şu domumuz arkasında mektep joylashgan. Mektebin yanında, bakçası ham yanında bo'ladi. Kanalizatsiya sentralniy bedeng. Suv, svet, gaz muammosiz. Hammasida bor. Ujumini olib yashab o'tirgan odam bormi dedi? Remont etib turgan odamlar bor. Endi eshiklari domofonli ekan, izlar. Uyinda bo'ladimi domofon? Ключи bo'ladi, elektronik narsa bor. Bismillah. Podvalning podval bo'lam. Podval xolasa dokumentlar chiqindisi bor. Kuzatib berasizlar. Xolasa 5 kvadrat metr, 5 kvadrat metr. Ha, her bir etajda 4 xonada. Hammasi bir xonalimi bular? Yo'q. 2 xonada. Ha, 4 tanasi hozir bir xonali kapitalizlar. 4-etaj, 5-etajning bahası 260 milyon so'm ekan. 2-chi etaj, 3-chi etaj deyini bahası 280 milyon diyeceğim. Subsidiya. Yani elden to'la olsa subsidiya. Yani endi ko'p odam bilmanda elden pul to'lanmaydi. To'lanadi, ya'ni davlat orqali to'lab beradi. Davlatning o'zi u uchun barastadan yagona darajada batafsil ma'lumot olasizlar. Agar subsidiya qog'ozi bor odam bo'lsa, telefonlashinglar, kelib olishlaringiz mumkin. Keling. Bir xonalimiz 40 metr kvadrat, ya'ni 39 metr kvadratda joylashgan. Prixoji keyin ko'rib turibsizlar. Oyoqlar istashga kirgan holatida beriladi. Devorlar sovuqdan chiqqan. Ne ham o'tgan? Pojarniy signalizatsiyalar. Girganimizdan sizlarning o'ng qo'llaringiz bo'ladi. Kuxnyasi bellar ham shu tashga kirgan. Gaz o'chiruvchilari qo'yilgan, yo'tronlaringiz gazda girizilgan. Suv o'chiruvchilar ham qo'yilgan ekan. Plus balkonu bor. Sizlar bir xonali bo'lishini qaramayman, balkonu bor. Balkon ham kichkina emas, katta, keng. Yo'lning ustidan onda. Shu bir yaqinlashtirib ko'rsatib o'ting. Shahla to'yxonalarining yonidan chiqiladi. Chekkaparnik ko'chasining yoni. Shu yo'l sentralniy yo'l bo'ladi. Shuni ko'rinishda. İş holatida beriladi, qo'ying, to'g'rimi? Bu aynancha so'mdan to'laydi ki. Ayna mı? Hisoblab ko'rma. 3 milyon 3,5 milyon. 3,5 milyon so'mdan to'laydi ayna. Necha yil vaqtda? 20 yilmi? Shuni ko'rsatib beraylik eng. Совмещенный санузел. Navoiyda bu 8 oy izolyatsiya etilgan eng. Чтобы bu pastga suv ketmasligi uchun. Suv ketsa, suv o'tmaydi-da. O'tmaydi eng. Yaxshi. Chunki bir remont etadi, pastga odam yashasa sharmanda bo'ladi ham beri. Kuzatilgan shular. İş o'rnimizning razmericha 3'e 4 bormi? 4'e 4 4'e 4 mi? 4'e 4 razmerda ekan sizlar shuni. 4 Tushunarli. Ana shunda 3,5 milyondan to'laydi ayna. Endi qog'ozlarni ko'rsatib o'tiramiz azizlar, chunki hammasini planirovkasi bir xil ekan. Shu hozir 4 tane sotib chiqarganimiz. Podezlar ham yaxshi buni. Yaxshi olib turadi ekan meri. Qiziqtiradi olsa izle şaşılinglar 4 xonadan elden to'lovsiz, ya'ni subsidiya beriladi. Batafsil ma'lumot uchun 88lik 510 11 12 raqamlar va 99lik 449 51 51 telefon nomerlariga murojaat qilaverasiz.